Assalomu alaykum. Vodiy chorva kanali Ashaddiy muxlislari, qo'y ishqibozlar, chorva ishqibozlar. Mana bugun o'zimni xonadonimga keldim. Ha, o'zimizni qo'yxona. Akam mana bo'g'oz qo'ylardan Qirg'izistondan olib kelib qo'yibdi mana. Sonini ham bilmadim. Hozir sizlarga buni yangilikni yetkazaydi. Mana video qilyapman. Ertaga to'liq video chiqadi. Qo'ylarimiz mana yetib kelgan Qirg'izistondan. Hammasi bo'g'oz, obunachilar, sotiladi qo'ylar. Kimgadir qiziq bo'lsa mana issiq joydan birinchi qo'l bo'lib olib olishlari mumkin. Inshaalloh mana qo'ylar ideal holatda mana. Hammasi naq bo'g'oz. Yemishlariga javob beriladi, bo'g'ozligiga ham javob beriladi. Hozir yaqinda 20 ta sotdik, endi yana yangi partiyamiz yetib keldi mana. Ko'rishlaring mumkin. Qiziqqanlar bo'lsa telefon nomerini qoldiraman, telefon qilib bemalol bog'lanib yoqsa kelishsalaring mana bemalol olib ketishlari mumkin. Dastlabkilarimiz bor. Kelishamiz, tanlab olishdi narxini mana o'xsalaring o'zing narxini hali buni hech kim ko'rib tanlab ichidan zo'rini olib ketgani yo'q mana. Hammasi shunday turibdi. Просто sizlardan oladigan bo'g'ozga qiziqqanlar bo'lsa mana bunaqa sori dumbalardan kelgan. Hammasini mana quloqlari, birkalari bor mana. Bo'g'oz, naq bo'g'oz qo'ylar. Shoshilamiz ertaga. Hop. Yorug'roqda ham bitta video qilamiz. Chiroyli video qilamiz yana. Endi hozir bu qorong'ida qo'raning ichidagi svet mana. Kimgadir qiziq bo'lsa, qiziqsalaring telefon nomerlarini pastda qoldiraman, bemalol bog'lanasizlar. Kanalga obuna bo'lib, like bosib, videoni do'stlaringizga yuborishni unutmanglar, hurmatli obunachilar.